Ma'mur qachon sezgansiz bu mening taqdirim Sevara degan tuyg'uni? Birinchi kursdan so'ng. Adashganimmi? Boshqa oilaga tushganimda точно haydab yuborishardi meni. Menga ikkinchi xotinni o'zing tanlashing kerak bo'lsa, qanday qiz tanlarding? Xudo hech qanaqasini. Yo, tanlardim. Yoshi katta, 5 ta bolasi bor edi. Voy qaynonamga ham, onamga ham aytaman, qo'yli, shu erkakni chidab yurishganiga. Yo, men adamni ham, qaynotamni ham hurmat qilaman. Yo'lda bo'l, cho'lda bo'l, payshanba kun uyda bo'l. Okey yoki atmen. Nima qilyapsiz? Bo'pti, atmen. Ishonasiz, meni o'rnimda boshqa знаменитый aktrisa bo'lganda davno yechib yuborardi. O'shanda hamma o'ylardi siz depressiyaga kirganingizda Ma'mur bilan Sevara ajrashib ketibdi deyishdi. Ijtimoiy tarmoqlarda ham yozishdi. Ro'molga kirib bu o'zi xotini yoqmay qolib, misol uchun. Ma'murning xotini bor ekan deyishdimi, bilmadim. Xullas, rosa intriga bo'ldi. Men rostdan ishondim nimagadir. Oldinchi meni ko'rardim hijobliklarni. Voy bechara derdim-da. Voy, как там eri o'ziga qaragan, bu hijobda, ana как там bidnyashka-da u. Yaxshi, men haqimda yaxshi gapiringlar, o'zi kaltisi. Jaydaricha oilamizni ko'rinishi, o'sha remontsiz uyda yashaymizmi, bolalarimiz oddiy kiyinadimi? Asosiysi bilasizmi, sog'liqda ekan gap. Birinchi o'rinda sog'liqni tushunib yetdi, eng katta boylik va men uchun o'sha komfort. Kim birinchi uxlab qoladi? Qaramaymiz Sevara. Kim birinchi uxlab qoladi? Uyini bardayligini qarab, baribir san'atkor-ku remont qilsa bo'lmaydi degan gaplar ham bo'ldi. Biz kutdik. Bolalarim chizishdan to'xtadi. Biz remontni endi boshlaymiz. Shunda yaqinda urishdik-ku, erimga o'ynaman. Gapirishmadi qilasan. Boshqa narsa. Yaqinda janjal qilib, yo'qoling, keting, ajiring. Shuni aytishim kerakmi? Eski fotolarni ko'rib, o'shanda turmush o'rtog'im boshqacha edi deb aytgan vaqtingiz bo'lgan? Yo'q, onangni ko'rib. Aytgan barasiz. Men shu joyda aytib o'tishim kerak, bizning qo'shnilarimiz bilishadi. Birinchi etajda yashaymiz. Men mashinamni kelimni parkka qo'yishim bilan o'sha botgan bo'ladi, tasavvur qilsin, birinchi etaj. Kelin xafa bo'lmaysizmi deydi. Voy, bemalol deyman. Bemalol. O'zingizga deyman. Nima deydi? Sizga bo'lgan ish g'alati tuyulyapti. G'alati tuyulyapti. Yaxshi gaplar gapiryaptilar. Bilasizmi, bu sevgi soridanda yuqoriroq narsa deb o'ylayman. Ko'p narsa o'tgan boshimizdan. Ko'p narsa boshimizdan o'tib. O'z bilaman. Hozir agar eslasam gullab otaveraman. Hattoki